G'arb Sayat nomli asardagi To'nkan daryosidagi ilk Broni Toshbaqning hikoyasini hammamiz bilamiz. Tangsinglar bu yerda Mo'makli safarga manganda o'sha Broni Toshbaqa bu yerda o'tkazib qo'ygan ilk To'nkan daryosidan. Onun kendinden Tangsing bunun rahmet ettiği vaxtımızda Hazreti Büyük Amitabh Buddha'nın dayırgayıga bağlı vaxtımızda ben bu şey tuğlardan neçe ming yıl olup kaldı. Kaçan bir insan siyaqı özgürüp evliyalık derisi gitme. Başta bir sorap bakkan dostlar, bir xaplanmay bir sorap kelgen dostlar ma'qul deydi. Hem de lekin bırak Mo'makli safardan qaytib kelgan vaxtımızda bu gapni unutib deptime deydi. Ondan Tangsing rastullah bunu so'rashni unutib qoldim o bu yerda. Ondan sonra mazmuni bir taklif qilib baqli, qiziqadiganlar meni go'nja qilib birdan yaxshi yurak kirib, "Boshang ting" deb bir ting o'qiblar qani. Endi mana shu Mo'makli safar oyoqlashib, Broni Toshbaqa yana bir qatim o'tkazib qo'ydigan vaqtingizda Tangsing shu vaqt unutib deptime deganki bu Toshbaq ochiqdi, buni daryoga tashyapti. Shunlar bütün nomlar yo'lib ketdi, shunami? Unda Tangsing rastullah unutib qoldimi? Bu va'dasi turdigan noy, oq ko'ngil, istidodli bir odam turib va yoki Amitabhdan so'rashga petinolmay qoldi. Tangsing 81 mushkulatni boshdan kechirib yomon tasdiq hislatlar taqib bordi. Hislatlar taqib borgandan keyin buning butun vujudi oxirida amalga oshgan keyin mana shu nomlarni elib, tuzaraq bir qaysoq deb bak oldirib tutdi, taqaza o'pdi. Lekin shu vaqtimizda Amitabhning shogirdlik Anoxi, Jiyoy degan ikkisi ularni ham tanqislik qo'yib, pul talab qildi. Shunami? Odamgarchilik qilib qo'yinglar, bekorga belgilanmaydi, bekorga shoq, huquqi shoq deb. Lekin endi bu yerda oxirida shuning ko'ngling ochig'ining yomonligi uni urib tilishdan shuning ko'ngdan qo'rqib, yenglan nomlarni bir vatidi. Endi bu qitim belgini lekin yolg'on nom. Yo'lga chiqmay, Gavsmonga chiqqandan keyin bular buni o'qib qoladi. Bular yana qaytib kelib Amitabhdan rast nomni berishni so'raydi. Endi bu shu vaqtda bular o'z ko'nglida Amitabh Buddha'yla Anoxi bilan Jiyoyga ikki shogirdini yolg'on nomni deb rastlaydi. Adamini urdi, onun kendimizga jon nomni berdi deb o'ylagan, lekin o'ylamagan yerdan Amitabh Buddha ham shogirdlar tarafga turib bularning qilgan to'g'riga bu nomni bekorli belgilanmaydi. Biz ming test yezib, tiplab, buni doim qilib tayyor qilgan. Bu ish yoq ketadigan ish ma o sherin kelgan adam bir pulga olamizmi deb o'ylamadinglar. Her xil vanxunlar hayatda bir tozliq qayg'isini odatki, bir 30% kasalni nerki bu yerdagi azam bo'lib qolgan, setilmay qolgan mallarni kiflak satsa, pul to'lab turib ras olasizlar. Bu yerda bir bilimni, kitobni satsa pulga olsangiz bo'lmaydi. Bekor urdigan narsa boshunchalik bir tozliq qayg'isining qimmati yo'qmi deydi bu yerda. Shunami? Endi buni anglagandan keyin bu yerda Tangsingni qattiq chuchudi. To'g'ri, bu ilm, hikmat ajoyib qimmatli narsa tursa, bu kitob degan aziz narsa tursa, buni biz bekor vaqtimizmi pul verdiğim to'g'ri-ki. Unutga Amitabhning bu vaqtimizda iltiribtimi bevosita shogirdlik to'g'ri-ki deyotgan sal ochiqlab qolgan, sal qo'shimcha turib qolgan altini ko'rib, sizlar shu vaqtning o'zida o Toshbaqning ishini so'rayalami? Toshbaq qachon oyinlarda bu gapni so'rsa, Amitabh yana nimada bularga? Yana pul to'ladimi? Ya boshqa gapni dami? Shuni bilan Tangsingmi buni so'rashga petinolmay qoldik. Bo'ldilar. Zamonning aram bir alay mashning jig'ini bermayversa, buning bu gapini qachon so'rab, buning javobini bilmay bu adashdim deb o'yildi bu yerda Tangsingchi. Bu nomni bekor bermagan yerda bu yerdagi olvasi Toshbaqni bekorlar odam siyoqiga aylantirib qo'yami deydigan gap ham yerda. Biz bu bekorlik narsaga bekamroq shunami? Bu yerda Tangsing yeni bir haqiqatni tushundi. Yeni hissatlar taqdimi tan qimmatda almashtirish kerakka. Har bir narsaning, har bir bilim bulamdi, kitob bulam, har bir narsaning chuqur bir ajri, qimmati bo'lish kerakka deganni Tangsing chunqur tunib yetdi. Sizlar tunib yetmagan bilan. Endi bu yerda Xayr Toshbaqa 1000 yil istiqomatda turibmi, endi bu odam siyoqiga o'zgarmagan. Bu xuddi ma'lum bir kishilarningki, ma'lum bir shirkatda yoki idora organda necha 10 yil ishlab maoshining o'smaganligi, amal darajasining o'smaganligiga o'xshab ketadi. Nimish ularning amali birer jurin ko'jang bo'lib qolmaydi. Nimish maashi 20 yil 30 yilsin shubpati, o'rnim shubpati churilaverdi. Gap kimda bu yerda o'ylab qo'yinglar. Unda bu yerda chuqur bir masala bor. Bir bo'lsa, u odam rastullah bu o'rin loyiq emas. Xurriz qildi kunda 8 soat ishlab maash olib ishdan tushib berib tutlash nima? Qilchilik biror foyda yetkazolmaydi bu shirkatga yoki idora organga. Yoki ishkini birisi buning munosabati intayin nachar. Bu yerdagilar bilan sig'ishmaydi, hech kimni sig'dirmaydi, oxirgi kelib o'zimi sig'maydimi shunda. Hamma turmushimizga o'xshamdiki. Hamda mayli qanday bo'lsin, bu yerga Tangsing Amitabhning ikkinchi cho'ng shogirdi. Shuning uchun bu bundaq sharoitda buni tilga olib bo'lmaydiganligini Tangsing bildi. Nomada o'ylab qo'yinglar, shunchalik butsat va pusa, jinshan lo'xan bir talay adam tug'an Tangsingni oxiri kipti deb cho'ng bir yig'ilish o'tkazgan yerning o'zida Tangsing mushkapni Amitabhdan so'rab qolsa, bu ish qanday ganga bo'lib qolar Amitabhda. Nima deyishni
ufqamı. Öyle bakınlar endi bir məxfi ayrımlı görüşlü qayşı olsa soğuş bulutu. Bundaq uç qaşqar bir fabo okuyda, undaq sualını otur koysa, hakikaten kamlaşmaydı. Onda qalsa Amitamı bu Tangsung'u qandaq oylab qilish mumkin? Tangsung'u bu Budda namını birəmi bəməsmi? Ayət yalğanımını məgə yedi. Şunamı? Mandaq gep bəmiyədə. Onun üstüge bu yədki Tangsung əlıq nomini ep kəgə vaqtının üzdə bu Broni Taşbaqa Tangsung'dan soğurğan sorumğalığını etqa vaqtının üzdə unutup qepdimə dəb oğuca bu Taşbaqa nait açıqlap bu yəni suğu çürüb etkənligi dilla bunun tek pişip yetilmegen, mıngzıl istiqamet qamlet tek kamalet getmegen, evliyalık derisi bu köngülü açta ulanda öyle pekla kişikinen bir şop boğucu açıqlap yer taş betip öldürüp atkıl tasqasa demek senin adamga aylanmagayan aş taş bak betti olvas betti onun doğru Amit'ta bir adım kasını bunda tuğzi vermeydi ya işva sen şu dereceye yettin mi ahlak faziletin iş becerişin ademiligin şunama şu kichikgina bir kayfiyatni kontrol qilamagan bundaq tashbaqni qandaq avliyo qilib odam siyoqiga aylantirib qo'ymaymiz deganlarim to'g'rimi ya balla bir piyonliq beqlamsa